Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar, mana cho'tka qilib bergan patologiyamiz tepasida suv o'tkazib yorishibdi. Bundan hozir buni suvini to'kib berish kerak ekan. Mana shu darajada suv o'tgan, mana hozir buni bo'shatib suvini yana o'zini holatiga keltirib berishimiz kerak. Mana natijada baquvvatligiga shubha qilganlar mana shu yerda mana 1 tonna suv turibdi, mana shu suvni hammasini ko'tarib turibdi. Usta nima deysiz shu holatiga endi? Assalomu alaykum aziz obunachilar, buni ko'rishinglar uchun juda ham ko'p suv turibdi hozir buning ichida. Assalomu alaykum aziz obunachilar, buni suvni ko'rishinglar uchun suv o'tkazib yuborishibdi buning ichiga. Buni normal tortish kerak. Albatta, suvni tortasiz. Mana tortadi, o'zingiz bitta torting. Bitta tortib, men no'xshi Chicha olmay. Sen nosni yuvib ketadi, yaxshi. Siz qarang. Jasur u yarmiga ham kelmayapti. Suv anetdan kelsa ko'rinadi o'zi. Tortish kerak bo'lyapti-da. Ko'taring. Ko'taring. Tepada reka ham bor, hisobini oling. Mana shuni shotira, bitta chiqadi. Yana bitta berishsa shu abra. Qanaqa ko'rasiz? Siz hali suv tushayotgan. Aka. Necha burchak yo'q, endi men ag'a yurishim. Bismillah. Xaridoran yeyveraganda xaridoran. Chiqib ko'taring. Jasur batasizda mana bu yerdan ko'tarish kerak. Ko'taring. Salkam 1 tonna suv bor ekan. Qanchasini faqat olaman. Yo'q, tepada reka ham bor.